Tracker va Onyxlar uchun ajoyib lifehack ko'rsataman. Yaxshilab video saqlab, tanish Tracker yoki Onyx miniga tashlab tez jo'natib berasizlar. Bilasizlar, Tracker va Onyxlarda avtozapus o'rnatganlaridan keyin bitta zapas pulti salonda qolishi kerak. Обязательно, chunki zavat qilmay qoladi. Qolgandan keyin juda ko'pchilikni qiynayotgan narsa mana Onyxda misol keldilar. Mashinani o'chirgandan keyin bitta eshikni ochib yopganlaringda 3 marta signal beradi. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Qorong'ida kech payt uyga kelganlaringda yo boshqalar bezak qilishi mumkin. Buni o'chiruvchi sizlarga o'rgatib qo'yaman. Manfaatli bo'lishi uchun tezda yaqinlarga jo'natib qo'yaverasizlar oldindan. Hop, nastroykaga kirib olamiz. Avtomobil nastroyka oxiriga tushganlaringda, hop, distansionni blokировка запуск bor. Eng uni tagiga qo'yib kirganlaringda signal zabitom va avtomobilni ключ turibdi. Ashta bitta o'chirib qo'ysalar ham bo'ldi. Juda oddiy yechim. Yaqinlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Obuna bo'lib qo'ysalar ham bundan ham qiziq ma'lumotlar bo'lsa berib boraman. Mashinamiz yurib turibdi. Hop, o'chirdik. Endi ko'rishinglar mumkin. Hech qanaqa, yana sizlar uchun yana bitta tekshirib beraman. Mashinani zavat qildik. Hop, va o'chirdik. Pult yonimizda turibdi. Endi eshikni ochyapmiz. Bo'ldi. Masalaning yechimi hal. Hammaga rahmat.